otaning qiziga zamonaviy nasihati. Endi ona qizim. Har bir qiz o'z o'yiga go'sti ekanini unutmag'in. Shunday ekan, senga aytar statusim. Qo'yovnikiga borganda zakrit profil bo'lg'in. Agar eringizdan boshqa birov sizga do'stlik so'rovini yuborsa, uni darhol rad eting. Eringni kamchiliklarini esa hamisha nevidim qilgin. Uydagi сообщение va обсужденияларni birovlarga aslo kopировать qilmag'in. Qo'shnilaringga друзья bo'l. Qaynopalaring bilan esa лучшие друзья bo'lg'in va har bir qiliqlariga like deb tur. Senga aytilayotgan har bir gap muhim. Bu xonadonning o'z tartibi bor. Shunga qarab ish tut. Bugungi suhbatimiz senga bir dars bo'lsin. Kelin, oila qurish bu juda mas'uliyatli ish. Klass. Hamisha baxtli bo'linglar. Klass. Qizim, bu gaplarimni doim yodingizda tuting. A'lo, dada.